Sizlarni podpiskalaringga ham men bonusim bor. 500 ming so'm pul beraman. Do'stlar, bugun xullas baqapati qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, hamma o'ziga har xil davlatning baqasini tuxumini olib keldi. Men mana kecha Yaponiyadan zakaz qildirdim. Bitta mana shu iPhone ni puli. Ko'ryapsizlar-da, bitta iPhone puliga zakaz qildim. Men katta bolalarning jentrasini puliga Koreyadan o'zim mana shunaqa ko'k baqani tuxumini olib keldim. Rayhonchi. Nima olib qayerdan olib kelding? Men Qashqadaryodan olib keldim. Qashqadaryoda ishlatamisizlar. Mana burunduq guvoh, burunduq o'zi yonimda edi. Ko'rdilaringlar, Rayhonniki hozir O'zbekistonning Qashqadaryosidan ekan, bizniki o'n chet elniki. Qarang, mana shuni ushlab olasizlar. Taktikasi bo'yicha keyin ol. Baqalarni Ko'tarish kerak, bitta ko'targan ish kerak. mazali. Mashqalaring menga yoqmaydi bilasan. Qanaqa bichasiz bitta Bitta ko'tarish. Men qaranglar, mana ikkita yosh bloger hozir meni qaynonamdan ham qolib ketgan. Ko'ryapsizlar, qaynonam bitta ko'tarishni ichgan. Qaynonamni bloger qilishim kerak hozir. Madali. Baqani tuxum qaynonasi borlar ishlatamisizlar. Sizlarni podpiskalaringga ham men bonusim bor. Har doim baqani tuxumida 500 ming so'm pul beraman. Qanaqa komment xohlagancha yozish kerak. Agar kommentariyada komment yozgani like yig'masa, bitta odam tanlab olaman-da 500 ming so'm pul beraman. Lekin u odam bizga podpiska qilgan bo'lishi kerak, keyin like bosgan bo'lishi kerak mana shu videoga. Ronda fake account ochamanda o'zim kommentariy yozaman. 500 ham urib ketaman deyapti. Bo'ldi, to'xtatinglar. Like bosishni unutmanglar. Like bosishni unutmanglar. Yo'q. Like bosishni unutmanglar. Do'stlar, mana bugun sizlarga xullas mana Dudosh bu tarafda burunduqchani Rayhonni olib keldim. Bular ikkovlari kelishdi, hozir aytishyaptiki, siz o'tgan safar deyishyapti, Rayhonga yarimta burger berdingiz, o'shani $500 beraman deb yutalmadi. Bu safar ikkovimiz o'ynaymiz deyishyapti. 500 olib ketamiz bugun xullas. O'zingni bas. Ikkovimizdan bittamiz lekin yutamiz deyishyapti. O'shancha hozir bitta burgerni ikkovlariga ikkiga bo'lib beraman. To'g'ri aytamiz. Qo'shni. Qarqar qilma. Kelinglar, sizlar motivatsiyalarni Agar qo'yaylik. bir kishi yutsa kelamiz pul bo'ladi. Yangi Koreyaning bankidan olib chiqqanman. $1000 pul. Hop. Siz yutsangiz 500, siz yutsangiz 500. Orijinal. No nahir. Xullas bo'lib beramiz hozir. Uyimizda pichog'imiz ham yo'q, o'shaning uchun Koreyaning kartasida o'rtasidan faqat mashinasi bo'lmadi. Adet. Buni aka-ukasi borlar biladi. Teng ikkiga bo'lishdi. Yo'qmi, chiziq yo'qmi? Yo'q, boshqa bormi? Hali. Xullas 1 2 3 yeymiz. Yo'q, o'g'il qilib. 1 2 3. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Uyat emasmi? Yoshingizga qarang, uyat emasmi? Olmayman final olma. Ozgina qoluvdi bor, menga ozgina qoluvdi. Dudoshga oz qoldi. Ko'rdilaring, ikkovlari ham harakat qilishdi, lekin yutqizishdi. Qattiq harakat qilishgani uchun $500 beradi. yo'q. $100 sizlarga, ular ikkiga bo'lishib olinglar. Rahmat, tushunsingiz. $50 o'zi beraman deyapman. 100 ikkiga bo'lib olasizlar. Men seni tanimayman. Siz qora tuynikmisiz? O'zbekistonning qora tuyni deysiz. Mana o'sha narsa. Ana yutib yuboradi. Osmonda qora tuynik bo'ladi, hamma narsani yutib oladi. Tanishing, bu qora tuynuk. Videoga like bosib, har doim kuringlarni eng tez videoni o'rtalang bo'ladi. O'shani jo'natib qo'yinglarchi, meni yutalaman. Ura!